Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan yana Arti. Bugun yangi nima qilamiz? Qasr quramiz. Yangi video, like, comment bosib qo'yinglar. Qani ketdik. Qasr emas, endi 2 etajli uy qurib ko'ramiz. Uyimni to'g'risiga qiziqdim qanaqa chiqarkan 2 etajli uy. Endi o'zim bilganimcha yasab ko'raman hozir. Xo'sh, endi mashinlarda oq blokdan qo'yib olamiz. Menga nimagadir oq blok har doim yoqadi. Bilmayman, ko'zimga g'alati ko'rinadimi, bilmayman. Xullas, mana oq bloklar qo'yib olamiz. Podpiska, like bosib qo'yinglar. 20 ta podpischik bo'lsam, Abdulaziz 2012 ga o'xshab yaxshi kontentlar qilamiz va Kompotga o'xshab, Artifact degan shunaqa Minecraft blogerlarga o'xshab yaxshi kontentlar olamiz. Hozir like, comment bosib qo'yinglar. Iltimoslardan endi 2 etajli uyimni quraman. Xo'sh. Qurish kerak endi tezroq. Vaqtni cho'zmasdan sizlardan ko'p vaqtinglar olib qo'ydim. Endi YouTube'da birga bo'lsam, xullas birga bo'lsam zo'r bo'ladi. Mash 2 etaj chalg'imasdan 2 etajli uyimizni quramiz. Endi mash oxiri qoldi. Mana mash joyni oq blok qilamiz. Oq blok qilish kerak. Mana qilyapmiz. Oq blok. Mana bu endi mashini 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'ldi. Mana 8 dan qilib chiqish kerak endi. Hali ancha bormi deyman-da. Xo'sh. Nima deysizlar? Sizlar bilan ham ularni o'ynab ko'raymi? Agar ularni o'ynamoqchi bo'lsanglar, kommentga plus deb yozib tashinglar. Keyin men sizlar bilan ularni o'ynayman. Xo'sh. Tezroq quramiz. O 2 etajlik. Hali ancha bor. Nima deysizlar? Komanda tuzsammi? Shu komandam bilan har kuni yangi nimalar qilib, uylar qurib, har xil kontentlar qilib, kinolar olib, Minecraftda. Nima deysizlar? Xullas, shunaqa xohlaganlar 2 ta plus tashasin. Agar men bilan ulanmoqchi bo'lganlar 1 ta plus tashasin. Xo'sh. Chiroyli qilib qilamiz endi. Chiroyli qilmasa bo'lmaydi-da. Endi qo'limdan kelgancha qilaman. Endi tezroq qilishga harakat qilaman. Voy, hali tugamabdi-ku. Tezroq qilish kerak endi. Nima qilamiz? Qilamiz-da. Hali ko'p ekani. Tezroq qilish kerak. Qilamiz. Endi albatta tezroq qilamiz degan endi 2 ta devor bo'ldi. Endi 3-devor tezroq qurish kerak. Nimaga turmash? Har doim oq blokdan qilaveraman. Aytmoqchi, mana shu 3-qism bo'lgan yo'q hali. Ikkinchi qism chiqdi. Birinchi qism chiqdi. Endi qishloq topish. 3-qismda yana qishloq topishdi. Mana o'zi 5 ta qismdan iborat. Sizlarda ham vaqtinglar ko'p olmasdan qolganini bitgandan keyin ko'rsataman. Mana bitti уже, mana birinchi etajga chiqmayapti-yu. Bo'ldi mana. Mayga chiqadigan qilib zinapoya qilib qo'yamiz. Zinada mana buni qilib qo'yamiz. Xo'sh, mana chiroyli chiqdi mana. Xo'sh. Endi men qo'limdan kelgancha qildim. Bu yerga kartinkalar ilib qo'ydim. Endi chiroyli turish uchun mana 2-etaj.
Bu uy kerak emas menga albatta. Kimgadir berib olishim mumkin. Menga kerak emas xullas. Hammaga xayr. Mana tashqaridan ko'rinishidan. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolaman. Всем пока.